Birovi yomonlamaylikda, zo'ri. Mana shu gapimni zapis qilib olinglar. Zo'ri kelinglar, bir-birimizni ko'timizga olamaymiz. O'zbeklar tim bo'li sportsmenlarni endi O'zbekistonda sportchilar kuchayyapti. O'zimni qo'shmayman. Menga hali o'sishga bor. Yaxshi zo'r bolalar bor. Ilohim hamma omadini bersin. Men O'zbekistonning turnirlarini ko'rib maza qilaman. Yaxshi o'xshadigan bolalar ham ko'p. Noto'g'ri tushunmaydi. Ozgincha gap so'zlar ko'payib ketdi. Nima qilgan taqdirda ham bitta bo'laylik, o'zbeklar bir-birini hurmat qilsin. O'zbek sportchilar bir-birimizni hurmat qilaylik. U gap menga ham tegishli. Shuning uchun bir-birimizni yomonlagandan ko'ra lutchi birga bo'laylikda, maza qilib, katta rezultatlarga erishib, shu UFC bo'ladimi, KFC bo'ladimi, boshqa sport bo'ladimi, topga chiqaylikda. Maza qilib O'zbekiston deganda mana qaranglar, o'z boksda, shuni boks eshitsa O'zbekiston xayoliga keladi odamlarni. Shuning uchun MMA sportimi yoki boshqa sportlarni ham eshitganda O'zbekiston xayoliga kelsa, shunda думаю, maqsadimizga yetgan bo'lardik. Oke, nimaga Dubayda? Siz Dubayda, oilam bilan Dubayda yashayman, zalim shotdi. Shuning uchun Dubaydaman. Yoqadi. Yo'q, menga 3 ta jang yo'q, menga 4 ta Alloh nasib qilsa, ungacha может yengillik bo'lib qolar. Kutish niyatim yo'q. Agar Kaltog'i shans bermasa, Xudo xolasa, menga 4 ta o'shamiz. Justin Gage bilan Tapuri, думаю, Tapuri ushlab olsa kerak, mening fikrimcha. UFC'da o'tgan so'ng kim bilan UFC'ga o'tgandan keyin ishoninglar, o'ylamayman ham kimlar bilan urushishim haqida. Chunki UFC haqqingiz ham yo'q saralashga. Bu yerda bilmaslik kimni tanlasangiz ko'tingizga deb qolishadi. Kimni berishsa urushaman. Bo'ldi. Maqsad shu. Shoh bani bo'yiga nima deysiz tojik bola bilan? Shoh bo'yni krasavchik Shoh zo'r bayt, zo'r ekan plashi. To'g'risini aytaman, oldin tanimasdim. Buni yomon tushunmaslik kerak, nadeyus. Shu bo'yi ko'rib maza qildim men. Keyin kakas men Tojikistonlik raqibim olganimda bo'yi ko'rdim-ku. Qaytardim. Meni tushuncham bo'yicha ikkitasiga ham bersa bo'ladi. Meni ko'zimda Shohni kiberga yutdi. Shoh. Bo'lsa bitta ikkita momentlardan tojik bola grand pound qilganiga hamma bilan unga berishdi-yu. Imeydi ikkalasi ham молодец, zo'r baytsa ekan. Думаю, как раз mana shu ikkalasi revanch bo'lsa zo'r bo'ladi. Menimcha qiziq, как раз bomba bo'ladi. Men tushuncham bo'yicha. Kamarga jangman, как раз men kamarga jang jastir ekaniga yozib turinglar, kommentariylarga men atletga. Ya jang qilamiz. Yo endi ligada keyin, mana shu masalasida ko'pchilik yozibdi, poyezga bo'ysa olsam, sразу poyezga bo'y beradimi? UFC aytaman, ma'no. Boshqa turnirlar aytmayman. UFCda odamni bitta ham o'smasdan poyez ko'rishdi-ku. Kayasa ko'ra birinchi bo'yda poyez ko'rishdi. Avstraliyalik bola 3-chi bo'yda poyez ko'rishdi. U 57 vesda 3 ta 4 ta uzoq 5 ta o'tsangiz уже tak poyez ko'rishasiz. UFCda bitta bo'yda poyez ko'rishyapti. Men 3-chi bo'yim bo'lar ekan. O'sisham bo'lsa kerak. Keyin men unga gaz berayotganim sababi O'zbekistonda va O'zbekistonda qolgan yaxshi-ku. Adushivadan poyez O'zbekistonda qolgan yaxshi-ku. Menda yetishmagan sababi o'tda formam yaxshi bo'lmagan, sog'lig'im yaxshi bo'lmagan. Bo'ldi. Hamma narsa zo'r bo'lgan. Bahona qiladigan joyi parod bo'lgan, chiqib qo'yilgan, yuturilgan bo'ldi. Hozir boshqa joy. Hamzat bilan uni Hamzat uradi, easy bo'y bo'ladi, xudo xolasa. Kakas yakshanba kuni uxlamasdan ko'ringlar. Nima degan? Asomon Namangandanmisiz yoki Toshkentdan muxlisizmi? Men Namangandanman. Chista Namangan, toza Namangan. Mana Shoh o'zi ham keldi, kakas Shoh haqida gapirdik. Batan shu revanch kerak baba. Ani bola bilan, Ayon bilan. Kakras zo'r bo'ladi. Hamma tochkalar qo'yiladi. Shuning uchun
Pereira yoki Serilgan. Ne думаю, uni bilmadim lekin Tiyajda bitta uda qalbi narsani hal qilib qo'yadi. Так что bitta gapirishgan. Men tushuncham bo'yicha Serilgan uradi. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz shoh charchamasdan. Shahada dastur shuni yutadi, xudo xolisi. Tima, assalomu alaykum, cho как там? Tapo'ya bilan islom hajan qilsa, ya islomga kuch yetmaydi tapo'dan. Ishoninglar, 100 marta bo'lsa, 100 marta. Qumon gapmi? Gapiga nima deysiz? Men bilmadim. Shu aytgan gapim. Kimdirga javob bermay aytdim-ku, bir-birimizni anaqa haqorat qilib yomonlagandan ko'ra bir-birimizni maqtaylik, yaxshi gapiraylik. Yaxshi gap hammaga yoqadi. Shuning uchun hamma zo'r azik salom. Revanch o'ynab nasib bo'lsa, любой да. Обязательно shu olish kerak. Men bo'yi ko'rdim, по-любому. Chebal bab olib ketish kerak edi, no nasib mayli. Bu ham kaklas o'sishga yordam beradi. Rizq emas ekanda men bilan urush qarang. Bab sizga qaytadi shu rizq. O'zingiz urushasiz. Что-то вообще. Тифиев нокаут. Тифиев убийца. Muay-Thai sila, короче. Тифиев красавчик. Bu fikran berish shart emas, o'zi ko'rdinglar-ku. Uchdi bo'ldi. Necha kilo o'smi? Eng maksimum katta vес bo'lsa. Men 70 kilodan ham urishganman. O'zim vesimda o'shaman. No думаю, islom hali ham kuchliroq. Alman bilan oyoq hisoblansin. Kelinglar bir-birini so'kmanglar. Humoy bunaqa deb so'kmanglar. Закончилось, не, поехали. Да, пошел? Да, думаю, я завтра улетаю. Да? Куда? По здоровью в Россию. Ну, на 10 дней. Всё. Надо кое-что серьезное проверить и все. Всё, давай. Александр, хорошего дня. Спасибо большое. Так что, beda press sotamiz 30. Abdulla aka kim bo'ladilar? Abdulla aka trenerim bo'ladi. Kim bo'lardi boshqa? Agar 7 maktabdagina bo'lsa, конечно, trenerim bo'ladi. Ustozim ko'p narsani o'rgatgan. No думаю, van to'xtatsa kerak, takedown'ni to'xtatib, no lekin agar van takedown to'xtata olmasa, tayyor bo'lib qo'yadi. Da, shu конечно to'xtamasa o'zimizniki bo'ladi baribir. U odamlar gapiradi. Mehnat qilaylik, bo'ldi, Alloh ab beradi. Assalomu alaykum, sizlarga birinchi match bilan aloqa bo'lyapti. Afsuski, siz yangi ma'lumot. Da, imkoniyat berish qiyin. Bu bilan hech kim tortishmayapti. No, men endi hayot davom etadi, harakat qilaman. Beysiga assalomu alaykum. Patsani o'tmash beysiga like bosib qo'yinglar. Kamera oldidagi inson, bratуха. Спасибо за все, за то, что вы делаете. Вы сами знаете, что как там. Kamera oldida ham insonlar ko'p, bizga yordam berayotganlar. Shuning uchun как раз moment bo'lib qoldi. Rahmat hammaga ko'p turgan bo'lsanglar. Ayog'i himoyanga vizib tashlab qo'ysanglar-chi, o'zbek bilan urushadimi? O'zbekga vizib tashlash tugul niyatam yo'q. Maqlaman-a. Urushish vashi niyati, hamma omadini bersin. Ular qatorida meni ham omadimni bersin, sizlarni ham omadinglarni bersin. Maza qilib yuramiz. Всё. Muslimbek, самый опасный jurnalist, короче, в O'zbekistone. Bratanga ham yaxshilab like bosinglar. Bratan mujik odam. O'zi ham sal normalniy savollarni beradigan jurnalist. Bitta jurnalist bor. Ismini aytmayman. Yaxshi bola, mashhur emas, tanimasanglar ham kerak. Agar o'zi ko'rsa biladi, bo'ykun kirib radio olganimga. Bo'ydan chiqishdan oldin 2-3 ta bo'y qolgan xolos. Akbar urush yotdi. Akbardan keyin nechta qoladi? 2-3 ta. Okey, tayyormisiz deydi menga qarab. Necha foiz tayyorsiz deydi. Men qaradim, bo'ydan oldin shunaqa savol berdim. 100% tayyorman desam, saperningiz qaysi jihatlar sizdan kuchli deydi. Brat dedim, savolingizni qarang dedim. Sapernigim qaysi jihat kuchli desam, bo'ydan oldin g'alati emasmi desam, shunaqa savollarni berdi, bratdan qon qildi lekin.
Shuning uchun savol berish ham qiyin sportmenga. Avaz krassavchik, chempion mira. Nima gap? Chalchimasdan yaxshi o'psizlarmi? Videolar yaxshimikan? Mana kakas ham bitta zvizda qildi. Mana shu Avazbek, mana shu bolaning ismini eslab qolinglar. Yoshlarda o'zi jahon chempioni, Osiyo o'yinlari g'olibi. Vashcha kuchli bola. Zo'r bola. Eslab qolinglar. Nima? Marselgacha UFC'ga o'tasiz. U Marsel UFC'da ham emas-ku. Bittim qaliginda birodarlar, ishoninglar, UFC'ga o'tsanglar vizit tashlashingiz shart emas. O'zi yetakchilarga bo'y berishadi. Bo'y olib charchab ketasizlar. U yerda vizit degan narsalar bo'lmaydi. Nursulton Ro'ziboyev bo'ladigan jangiga omad, fikr faqat ijobiy, samimiy duo qilamiz. Aniq yutadi, xudo xohlasa Nursulton aka, biratanga samleniya yo'q. Eng muhimi sizlar ham duo qilinglar, duo deyish katta. Hammasi zo'r bo'ladi. Обязательно 16 приду, братишка, если получится, от души. Rahmat. Boramiz. Alloh omadingizni bersin. Shu SMSlar ham ko'payib ketdi. Rahmat hammaga. Adashmasam ko'p savollarga javob berdim. Kakas ana qeyd masalasida, yana bir marta haligini o'chib qolgan bo'lsa, iltimos oilaviy ishlarni oilaga qoldiringlar. Mani oilamga aralashmanglar, iltimos. Qaysi tilda gaplashishim bu mani oilamning ishi. O'z men bilan oilam biladigan ish sportga bo'lgan hamma narsani bemalol beringlar. Savollarni bu sizlarning xohishinglar. Men javob berishdan charchamayman. Misol mehnat qilishga davom etamiz. Rahmat, faqat iltimos anaqa oilani aralashtirmanglar. Keyin kibr degan holatda ishoninglar, men hamma yoqda bir xil bo'laman. Agar men o'zimni kibr emasman desam, u ahmoqlik bo'ladi. Yaxshi odamman desam, u ham ahmoqlik bo'ladi. Men harakat qilaman yaxshi inson bo'lishga, oilamga, yurtimga foydasi tegadigan inson bo'lishiga. Shuning uchun kelinglar, hech kim oilasini, hech kim lичный granitsasini buzmaymizda. Sport, men sportchiman, Instagramim ham sportga aloqasi bor. Bir-birimiz sportda har savollar bo'lsa, beringlar, tayyormiz. Oilamni tiliga aralashganlar, ishoninglar, yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun kelinglar, hech kim so'kmasdan, o'zbeklar bayasa bir-biri bilan urushmasdan zo'r yashaylik, cho'qqilarga erishaylik, hammasi zo'r bo'ladi. Keyin men hech kimga vizit tashlamayman ham, hech kimga javob ham qaytarmayman. Anaqa narsalar. Chunki u meni ishim emas, bu o'zi vaqt soati bilan hammasi to'g'ri bola bo'lsa, Alloh o'zi ko'rsatib qo'yadi. Shuning uchun hammaga omad, rahmat shunchalik hurmat qilib badish qilganinglarga. Xeyterlarga kelsa, uxlanglar yaxshilab, meni ko'p o'ylamanglar. Uyqular buzilib qoladi. Biz endi filmga ketdik. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum.